Kela bilasizlarmi, motorni ichida bo'ladigan balchiq nimadan kelib chiqadi? Motor moyi yaxshi emasligidan, poddelkaligidan. Anasini ko'rasizlarmi? Loy. Bu o'zimizning atributga tog'orani tagiga yig'ilgan shlaklar, eski to'kilgan moylardan tushgan shlak. Ko'rasizlarmi, qancha bo'lib ketganini? Buni men solmaganligim isboti mana. Svejiy ko'chatdan ko'rasizlarmi? Svejiy ko'chat. Bu nimadan bo'ladi desanglar, o'sha o'qlangan poddelka moydan bo'ladi bu akalar. Biza bu где-то bir 4 litr bor-da emasdi, qum. 4 litr idish to'ladigan qum bor emasdi. Bu degani где-то bir 20 ta 30 ta mashinadan tushgan shlak degani. Agar undan ko'p bo'lmasa, yana nima degani 20 ta 30 ta mashinani motorini ketib qolishdan saqlab qoldi degani. Akalar, sifatli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga murojaat